Assalomu alaykum, sog'misiz, salomatmisiz? Siz avval qo'y boqmagan bo'lsangiz, bug'oz qo'ylaringiz bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Bozordan qo'y sotib oldingiz, junlariga e'tibor bering, junlari silliq bo'lsa, bu qo'ylar ko'pincha sog'lom bo'ladi. Qo'ylaringiz tug'ishi boshlansa, yarim soat, 1 soat ichida qo'zichoq tug'ilmasa, demak qo'zichoq onani ichida chappa bo'lib kelyapti va tug'ilmayapti. Albatta mol doktori chaqiring. Qo'ylarda ishi 2 soatdan 6 soatgacha tushishi kerak, hamrohi. Bu echkilarda ham xuddi shunday tug'ilishi. Qo'zilar 1 soat, 2 soat ichida mana bu echkichalar ona sutidan emishi kerak. Undan kech qolish kerak emas. Albatta tug'ilgandan keyin qo'ylarda, echkichalarda, qo'zichoqlarda 1 soat, 2 soat ichida emizing. Qo'ylarda eng ko'p kasallikka uchrayotgani tug'ilgandan keyin qo'zichoqlar, bu uloqchalar 30 kun ichida nozik va kasallikka chalingan bo'lsa, 30 kun ichida o'zi bildiradi va o'limi ko'p bo'ladi. 30 kunlik 1 oy davomida. Undan 30 kundan oshdimi, o'limi juda kam bo'ladi. E'tibor berish kerak. Ko'pincha qo'ylar, echkilar bolasini chala tug'ib qo'yishi bruselloz kasalligidan kelib chiqadi.